Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim. Bugun biz tadbiriya isim dersimizde 73. sindirisde bu okulumuzdaki Amerikalık bir yazgıcı Stephen Covey'ninki to'xtab turaman, kitap təti ko'randa olayım hazır. Kitap təti ko'randa bunu oңşaydigan bir usul buladigan bu yerda ko'rinmadi bu. To'xtab turaman. Kitap təti ko'rinyapti-da. Men o iPad'ni uyda unutib qaptım. Shuning bilan kitapniki nimasi təti ko'rinib qoldi. Önümlü kişilerin 7 adeti degan kitap. Bu kitapni Erkin Sidiq akamizma o'zininki kişilik taraqqiyot haqidagi kitaplarda bizga tushuntirib o'tgan, qisqartirilmasini shada ixcham holatda bizga sungan. O'sha kitapning kelgan yerdan davomlashtiramiz qadrli qarindoshlar. Men ovozimni bir anglab boqay. Agar ovozimda chataq bo'lmasa, buni darsimizni davomlashtiramiz, jinim do'stlar. Endi ovoz qanday chiqyapti qadrli qarindoshlar? Bunu taqishim kerakkan, taqsam texmi yetgan qadrli qarindoshlar. Endi olsa biz dersimizni davomlashtirib shunday bir her shanba kuni shu soatlarda birlikda o'rganib kelayotgan kitap o'qish programmamizda birlikda Önümdar kişilerinki 7 adeti degan kitapninki qaysi bölümge keldik degan chog'da kitapning 2 bölüm yakka doirasidagi muvaffaqiyat. Hem bu kitapning yozilishida oldi bilan o'zimizni bir o'zgartimiz. Onundan keyin boshqalar bilan hamkorlashimiz degan nuqtadan tortib ichidan sirtiga shu yo'nalishda o'zgarishini tushuntirdik ham. Yani 2 bölüm yakka doirasidagi muvaffaqiyat. Yani tayinishdan mustaqillikcha. 4-bab 2 odat nishonliq ish boshlash. Bir ishni boshlagan vaqtimizda nishonimiz bo'lish, o'zini yetaklash, ichidan chiqarib, o'zini o'zi boshqara oladigan, o'ziga o'zi xo'ja bo'la oladigan bunday holatni. O'tganda nima dedik? Ayni qayta takrorlagandan ziyon yo'q. Nurg'un odam muvaffaqiyat qozongandan keyin ma'nisizlik his qiladi. Nam obro'y qozongandan keyin afsuslik ilkida o'zi uchun eng qimmat narsalarni yo'qotganligini his qiladi. Bayqaydi. Shu sababli biz oldi bilan ulug'vor g'oya turg'izishimiz hamda mushu g'oya yo'lida to'xtovsiz ilgilishimiz kerak. Shundala turmushimiz yangi ma'nilarga to'lg'usi degan bir qisqacha nim bilan kirishdan boshlabdi. Ondan keyin ichki kuch bilan solishtirganda tashqi shaylar hech nimaga arzimaydi. Oliver Wendell Holmes Amerika oliy sudining sobiq sudiyasining degan gap ekan qarindoshlar. Bugun kelgan yerimiz oldingi soatlarda markazlar to'g'riliq, markaziy rayon degandek markazlar to'g'riliq nima qilgan andagi shaxsiy burch kitobnomasi
hayat senaryosini qaytadan yazış, özünüzün tunji yaratquchisi bo'ling. Ya'ni bizimki burunqi yaratish mendin, yarilish o'zingdan degan bu bir aqliy so'z bo'ladigan, shunga o'xshash. Rəhbərlik və başquruş, iki qıtımlıq yaratish degan məzmunlarni aktiv layihələgücü bulamsız yoki passiv qabul qilg'uchimi deganlarni birlikda ko'rib o'tgandik. Har şey ikki rad yaratilishga muhtoj, nishonliq ish boshlashga iniqlama degan mazmunlarni ko'rgan. Bugun xilma-xil turmush markazlariga o'tamiz. Ana olsa kitabımızı birlikte o'qishni davom qilaylik, canım dostlar. Ben Miyaga bugünkü dersninki hech olmasa 73. ders keldigini yezib qo'yay qadarlik qarindoshlar. 73. Aslında bunu teng şekilde buluş gerekti. Bu teng şekilde çıkmayı batırdı bununki. Qaytadan 73. Yoki bo'lmasa bu Galaxy Note qalamdi bu. Qalam bilan yozib baqsam balkim yaxshi chiqishi mumkin qadarli qarindoshlar. Hmm. 73. Hech olmasa darsninki rad tartibi bo'lsinmi? Qilib qolsin, qadrli do'stlar. Unda bo'lsa xilma-xil turmush markazlari, ya'ni Stephen Covey'ninki kitobidan o'rganishni davomlashtiramiz. Xilma-xil turmush markazlari. Shubhasizki, har odamning o'ziga tushliq turmush merkezi var. Bu merkez kişilik turmuşdan her qaysı sohalarga nahayt zor ta'sir ko'rsatadi. Tuvandagi bir qancha xil turmush merkezi bizning yuqorqi 4 omil va uning turmushimizga bo'lgan ta'sirini tushunib olishimizda belgilik rol o'ynaydi. Jora merkezchiligi. Nikah ahdisini en güzel ve kıymetlik, uzakça berdaşlık bereleydigan alayda yakın kişilik münasebet deb ta'riflash mumkin. Şu sebeplik iri yoki ayolini turmush merkezi qilish nihoyatda normal ish hisoblanadi. Vaholanki uzak mezgil nikah ishlari maslahatchisi bo'lish davomida to'plagan tajribalarimga asoslanganimda Jorisini turmush merkezi qiladigan nikah munosabatlarida ko'pincha hollarda hissiyat jihati bir-biriga ziyoda tayinib bilish ahvoli ko'riladi. Nikah ahdisiga haddidan ziyoda ahamiyat berish odamni hissiyat jihati favqulodda ojizlashtirib o'tadi. Oqibat odam turmushdagi ba'zi bir besimlarga bardoshlik berolmaydigan, hatta türlük yenilik, iqtisadi qiyinchilik degandek ijtimoiy o'zgarishlarga dadil yuzlanolmaydigan darajada ojizlashib ketadi. Nikah ahdisi odamga zo'r mas'uliyat va besimlarni elib keladi. Odatda kishilar bularga ilgiriki bilimi asosida yuzlanadi. Kelib chiqishi o'xshash bo'lmagan ikki odamning ideyasida ro'shan farqlar mavjud bo'ladiganligi uchun iqtisod boshqarish, farzand tarbiyasi, qiyin ona yoki qiyin otaga munosabatli masalalarda o'xshamagan fikr ixtiloflari ko'rilishi tabiiy. Mubodo ikki tarafning qaysi birida hissiyat jihati tayinish psixikasi ziyoda kuchli bo'lsa, o halda bundaq nikahqa asalla dez ketidi. Mubodo hissiyat jihati qarshi tarafga ziyoda tayinmasak, ular bilan to'xtamay ziddiyatlashsak, o halda asalla muhabbat, nafrat chigishtirga bog'lanib,
ziddiyat patqiga tushib qolamiz. Bu ahvolda balkim o'zimizni qo'g'dash maqsadida chekinib turib mudofaa ko'rishimiz, hatto qarshi tarafni chetga qaqishimiz mumkin. Oqibat aql podshohining o'rnini hissiyot shohi egallab, nishondan adashish, aql farosat ve kuch-quvvat bihud xo'rash degandek ahvollar ko'riladi-da, qaramoqi kishilar bexatarlik tuyg'usiga erishganda qism o amaliyotda unda bo'lmaydi. Bu jo'ra markazchiligi yana mangulik hamrohi bo'lgan ayoli yoki erini asos qilgan bir markazga. Endi oila markazchiligi, oilani turmush markazi qiladigan ahvolmi nihoyatda ko'p ko'riladi. Yana kelib, bu kishilarga jazman shundoq bo'lishga tegishli ishdak bilinadi. Darhaqiqat oila haqiqatan bu kishilarga tabalik, suyulish, jafodimi halovatdan birga bo'lish tuyg'usi baxsh etadi. Vaholanki oilaga haddidan ziyoda ahamiyat berish aksicha oilaviy turmushga ziyonlidir. Oilaga ziyoda tayin kishiga bexatarlik va qadr-qimmat tuyg'usi ato qiladi. Jamiyatning an'anasi va shon sharafiga ziyoda esilib oladigan psixika uning o'zgarishi, yangilanishini qabul qila olmaydi. Oilani turmush markazi qilgan ota-onalar bolalarining haqiqiy baxt iqbolini ko'zlamaydi. Ularning ota-onalik mehri hamisha shartlik bo'ladi. Oqibat bir bo'lsa bolalarning tayinish psixikasi texmo kuchayib ketadi. Yana bir bo'lsa ularda qarshilashish psixikasi kuchayib ketadi. Pul markazchiligi. Üçüncü merkezcilik. Hiç kim pulning muhimligini inkar qilmaydi. İqtisadi jihatdagi xotirjamlik insonlarning eng aqalli ehtiyojlarining biridir. Shu sababdan boylik qo'g'lishni ayblab ketgili bo'lmaydi. Vaholanki hammada pul manfaat qo'g'lishish odamni mag'lubiyatga elib bormay qolmaydi. Eğer bir adamның bexatarlik tuyg'usi ve qimmat qarashi butunlay pul mal üstüge kurulsa, o halda bundaq kishilarning xotirjamlikka erishishi notayin. Chunki boylikqa ta'sir ko'rsatadigan omillar nihoyat ko'p. Gayda kutilmagan biror pishkanlikmi odamni eg'ir ziyonlarga elib berishi mumkin. Boylik kishilarga aql ve hayotlik yo'li ato qilolmaydi. Boylik kishilarga aql ve hayotlik yo'li ato qilolmaydi. Faqat cheklik doiradagi kuch-quvvat ve bexatarlik tuyg'usi ta'min etadi xolos. Ba'zilar foydalanishni ko'zlab, oilasi ve boshqa muhim ishlarini bir yoqqa qayirib qo'ydi, hamda boshqalarni menda qilishi mumkin deganlarni xiyol qiladi. Men hurmatga sazovor bir dadini tanıyman. Bir qatim u bolalarini sayohatga elib berishga tayyorlanayotganda tuyuqsiz shirkatning ismini qo'shib ishlash to'g'risidagi telefonini topshirib oladi. Bu vaqtda o ko'nglida xizmatni bundan keyin qilmoqli bo'ladi. Biroq balaliq odamga faqat bir qatim nisb bo'ladi deb qarab, shirkatning talabini rad qilibdi. Bu hol balalarga qattiq ta'sir qilibdi. Otasining buyuk siymasi ularning qalb to'ridan mangulik o'rin oldi. Bu pul merkezçiliki kim? Yani dördüncüsü hizmet merkezçiliki. Fakat baş çökürüp işleşini bildiğin hizmet telvileri, sağlamlık, nikah, aile, kişilik münasebetliliklerini
qurban qilib etishga har qachon tayyor. Ular o'z qimmatini kasbiy yoki xizmati, doktorlik, yozuvchilik, artistlik degandek, ya'ni xizmatidan izlashga ko'nikkan. Xizmat markazchiligi faqat bosh cho'kirib ishlashni biladigan xizmat talabelari sog'lomlik, nikoh, oila, kishilik munosabat deganlarni qurbon qilib etishga har qachon tayyor. Ular o'z qimmatini kasbiy yoki xizmati, ya'ni doktorlik, yozuvchilik, artistlik deganga o'xshash, ya'ni xizmatidan izlashga ko'nikkan. Ularning o'zini muayyanlashtirishi va o'zlik qimmat qarashi butunlay xizmat ustiga qurilgan bo'lg'achqa, kunlarning birida ushtumtut xizmatidan ayrilib qolsa, go'yo turmushning hech qanday mazasi qolmagandek bilinadi. Xizmatga ta'sir yetkazadigan omillarning hammasi degidek, ularning bexatarlik tuyg'usiga ta'sir ko'rsatadi. Ularning hayotlik nishoni xizmat ehtiyoji tarafidan belgilanadi. Bulardan boshqa ularning aql parosati va kuch-quvvati o'zlarining xizmat doirasida markazlashib qolg'achqa, turmushning boshqa sohalarida degudek qimmatini topolmaydi. Nam shuhrat markazchilik. Nurg'un kishilar nam shuhratga to'liq qiziqadi. Ular mashina, hashamatlik dacha, sayohat kimisi, o'nchi marvoyit, isil kiyim-kechak kabi moddiy manfaatlarga erishishni arzulabla qolmay, yana namataq, shon-sharaf, o'rin martaba degandek shaklsiz manfaatlarni qo'ldan bergisi kelmaydi. Vaholanki, ko'pincha odam o'z kashmishi orqali nam manfaatga erishgili bo'lmaydiganligini, uning hamon qo'ldan chiqib ketadiganligini, yana kelib nurg'un ichki tashqi omillarning ta'siriga uchraydiganligini ko'rsatib o'tgan. Erishgan namataq va moddiy boyliqlar asosida o'zini muayyanlashtirgan kishilar hamon bir kuni payda ziyonning g'amini yeydigan obro'yli martabali kishilar oldida o'zini chenib qolgandek his qilib xuduksiraydigan bo'lib qoladi. Aksicha, odatdagi kishilar oldida hadab g'ajib oladi. Ularning o'ziga bo'lgan bahosi va o'zini muayyanlashtirishi mana shunday turoqsiz bo'ladi. To'xtovsiz davolg'ib turadi. Ahvol shunday turqliq, ular mal mulki, aksiyasi, ijtimoiy o'rni va nam obro'yini jon jahli bilan qo'g'daydi. Shu sababdan ba'zilarning paychik bozori yoki siyosiy sohalarda mag'lub bo'lgandan keyin o'zini o'ltirib olishi ajablanarli ish emas. Kayf safa markazchiligi. Nam manfaat bilan zich bog'lanish bo'lgan kayf safamo turmush markazi bo'lib qolishi mumkin. Ayshi ishrat shamolining yamrab ketishining ham hayron qolg'uvchiligi yo'q. Televizor va kinolardagi bir-birlik kishilarning bayoshat, rahat farog'atlik turmush kartinasi kishilarda rahat qo'g'lishish istiki paydo qiladi. Halbuki ekranda tasvirlanayotgan bu xil ko'rinishlarning kishilik qadr-qimmat, unum, kishilik munosabat qatorliqlarga bo'lgan ta'sirini ijobiy degili bo'lmaydi. Muvofiq darajadagi ko'ngil achish odamni sarxush qiladi. Oila va boshqa kishilik munosabatlarni yaxshilaydi. Vaholanki, bir damlik ko'ngil xo'shligi va his hayajon odamga adoqi xushallik va qanoat tuyg'usi ato qilolmaydi. Keyib safaga berilib ketgan kishilarning hozirgi turmushdan asalla ko'ngli suvib ketadi-da, texmi maishatlik turmushga intiladi. Bu hol bir mezgil davomlashsa,
hamma ishqa rahat farog'atni o'lcham qilish darajasiga yetib berishi mumkin. Uzoq mezgil dam olish, televizorni ko'p ko'rish, elektronlik o'yinchiq o'ynash, ishsiz lag'aylab yurish qatorliqlarning hammasi hayotni behuda isrof qilganlik, uning aql farosatini tovlash, yoshirin qobiliyatni echish, bexatarlik tuyg'usini mustahkamlash, kishilik hayot yo'lini ko'rsatishda hech qanday ahamiyati yo'q. Faqatla odamni nurg'un tutturuqsiz xiyollarni paydo qiladi, xolos. Malcolm Magridge 20-asrgi guvohlik nomli kitobida mundaq yozadi. O'tmishni eslaganimda meni eng o'ylantirgani ayni vaqtda ajoyib ma'nilik, qiziqarli bilingan ishlarning hala bugungi kelganda tilga olg'uchisi yo'q, tutturuqsiz bo'lib qolishidir. Ko'zni qamashtiradigan natija namabro'y madhiyle, pul va sahib jamolga erishgandan keyingi his hayajonlar, shaytonga o'xshash jahonning hamma burjugini kezib yurish, nam manfaat qasrdagi barcha maishatlardan bahirlanish degandek orzu havaslar bir kunlar kelganda hech nimaga arzimay qoladi ekan. Shundoq, hozir bu ishlarni ko'z oldimga keltirsam, bular xuddi bayovondagi olmonga yoki tatliq bir tushga o'xshaydi. Do'st dushman markazchiligi. Yoshlar, o'smirlar do'stlikqa to'liq ahamiyat berishidir. Ular qurdoshlar to'plashgan tashkilotlarga kirish uchun har qanday badal to'lashga rozi. Tashkilot ichida keng tarqalgan ko'z qarashlarni shu paytda qabul qilaveradi. Tashkilotga bo'lgan ziyoda hirishmanlik ularni asonla boshqalarning his tuyg'u, pozitsiya, harakat va kayfiyatining quli qilib etadi. Do'stlikni markaz qilish bilan jo'risini markaz qilish qarmoqqa o'xshab ketadi. Har ikkilisida hissiyot jihatdan ma'lum bir tarafga ziyoda tayin olish ahvoli mavjud bo'lganlikdan ehtiyoj va to'qinish orasida salbiy aylanish ahvoli ko'rilib, nachar oqibatga elib boradi. Ehtimol dushmanni markaz qilish degan bu iborani anglab boqmagan bo'lishingiz mumkin. Amaliyotda bu haqiqiy keng umumlashgan hodisa bo'lib, balki diqqat qilmagan bo'lishingiz mumkin. Mubodo birov ma'lum bir jamiyat yoki hissiyot qatlamida intayin muhim bo'lgan bir shaxs, masalan boshqaruvchi, ning adolatsiz muomalasiga uchrasa, tabiiyla bu ishni ko'ngliga pukib qo'ydi hamda hamma yerda uning bilan qarshilashidir. Mana bu dal dushmanni markaz qilgan turmush shaklidir. Oliy maktabda o'qituvchilik qiladigan bir do'stim bo'ladigan. Uning ma'lum bir ma'muri boshqaruvchi bilan bo'lgan munosabati degandek yaxshi bo'lmag'achqa, qarshi tarafni har vaqt o'zining dushmani deb qaraydi. Bu ish uning turmush va xizmatiga zo'r darajada ta'sir yetkazgan edi. U oxiri bu yerdagi xizmatidan istifa berib, kesib olmishib ketdi. Men uningdan agar heliqi ablah bo'lmagan bo'lsa, o yerda ishlab berishni xohlayding, shundaqmi? deb so'rasam, u shundaq. U yonimda bir kun bo'ladi ekan, menga oromlik yo'q. Shu sababdan maktabdagi xizmatdan istifa berdim dedi. Nimish o'da turmush markazi qilib oldim. Paket oldida uning tili tutilib qoldi. Demisimi o bu reallikni inkor qilolmaydi. Men uningga boshqalardan og'rinib, o'z turmushini tushab qo'yganligini, o'ziga bo'lgan ishonchisinin bo'shib ketganligini, shuningdek o'zining muhim kishilik munosabatlarini buzib qo'yganligini ko'rsatib o'tdim. Do'stim oxir heliqi ma'muri boshqaruvchining
öz turmuşuga qattiq ta'sir ko'rsatganligini e'tirof qildi-yu, ammo öz xatoligini inkor qilib, mas'uliyatning hammasini haliqi ma'muriy boshqaruvchiga yuklab, xatolik butunlay qarshi tarafda deb o'zini oqlashga tushdi. Lekin yanimi cho'nqurlab suhbatlash orqasida u oxir bu ishda o'zidimi savallikning borligini e'tirof qildi. Ajrashib ketgan ba'zilar ilgarigi Joris bilan birga o'tkazgan hayit bayramlarni faqatla unutib ketolmaydi. Lekin Jorisga bo'lgan g'azab nafratini yutib o'tolmaydi. Ular hadislar qarshi tarafning kamchiligini ko'kka ko'tarish orqali o'zining gunohsizligini isbotlashga urinadi. Ba'zi bolalar balog'atga yetgandan keyin ota-onasining ayni vaqtda o'ziga e'tiborsiz qaraganligiga, adil bo'lmaganligiga, ahonat qilganligiga oshkora yoki yushurun g'um saqlab yurdi. Bugungi baxtsiz turmushning sababkori uydagilar deb qarab, ulardan og'rinadi. Mana bularning hammasi dushmanni markaz qilgan turmush andizisining ifodalaridir. Do'st yoki dushmanni markaz qilgan kishilarda ruhiy xotirjamlik bo'lmaydi. Ular o'z qiymatini dangsiyanmaydi. Asalla boshqalarning kayfiyat va harakatining ta'siriga uchraydi. Kishilik hayot nishonini boshqalarning o'zlariga qaytargan inkosi asosida belgilaydi. Har vaqt birovlarga qaytarib zarba berish haqida o'ylanadi. Ularning aql parasti dushmanni markaz qilgan jahil psixik holatning cho'nqur ta'siriga uchraydi. Umuman ularda hech qanday amaliy kuch bo'lmaydi. Hamisha boshqalarning yetaklashi orqasida ish ko'radi. Öz merkezçiliki, men merkezçilik. Hazır ko'zimizga eng ko'p chiliqligini ehtimol o'zini markaz qiladigan kishilar bo'lsa kerak. Ularning eng ro'shan aloyligi shaxsiyatchilik. Ularning qimmat qarashi avomning qimmat logikasiga zid. Kishilarning yoqtirishiga erishgan muvaffaqiyat qozonishga doir mahoratlarning hech qaysisi o'zini markaz qilish asosida shakllanmagan. Hadisalar bahramon bo'lish istikida bo'lib, badal to'lashdan qochadigan bundoq tar ma'nodagi o'zini markaz qilish qarshi kishilarning bexatarlik tuyg'usini tuvallatib, asalla nishondan bo'rib o'tadi. Kishilar aql parosat va kuch-qudratini zaiflashtirib etadi-da, kishi o'lik dengizga o'xshab qoladi. Dengizga suv eqib chiqolmag'achqa suvi tuzliq, battam holga kelib qolgan deb tushundirish yuribdi. Aytimizki, faqat avomga baxt yaratishni, xolisona tuhfa qo'shishni o'zimizning hayotlik nishoni qilganimizda, andin bexatarlik tuyg'usi, kishilik hayot nishoni, aql parosat, kuch quvvat jihatda takomillasha olamiz. Qadrli qarindoshlar, o'qiyotganimiz Stephen Covey'ninki qo'limdagi ya'ni unumdor kishilarning 7 odati degan kitob. Qadrli qarindoshlar, bugun biz 73-darsimizda endi turmush markazingizni tushuning. Turmush markazingizni tushuning. Hozir ahvolingiz qandaqroq? Turmush markazingiz nima? Yuqorqi savollarga javob berish osonga to'xtamaydi. Bularga javob berishdagi eng yaxshi usul
balkim kishilik turmushda o'zingiz tayinlayotgan omillarni inchkilik bilan kuzatib chiqish bo'lsa kerak. Tuvandagi jadvalda ko'rsatilgan mazmunlar ichida o'zingizda mavjud bir yoki bir qancha masalani ilg'ab chiqa olsangiz, o holda bu masalalarni keltirib chiqargan turmush markazini, ya'ni ish unumingizni tushab qo'yayotgan turmush markazini tepib chiqa olasiz. Umuman, turmush markazimiz yuqorida bayon qilib o'tgan bir qancha xil turmush markazining birikkan gavdasi bo'lib, muhitning o'zgarishiga qarab o'zgarib turdi. Kishilarning turmushi uzluksiz turda har xil omillarning ta'siriga uchrab turganlikdan bugun do'stni markaz qilgan bo'lsa, balkim ata jo'ra markazchiligiga yo'tkilishi mumkin. Turmush markazi mana shunday davolg'ab turdi. Shu sababdan kayfiyatimiz turaqsiz keladi. Ya'ni birda ko'tarangi ruhliq bo'lsa, birda ruhimiz chiqib bo'shishib ketamiz. Birda jasur jangovar bo'lsak, birda muhtojlikdan murdidek zaif holga tushib qolamiz. Aniqki tavranmas kishilik turmush nishoni bo'lmasa, vujudimizdagi aql farosat uzoqcha davom etolmaydi. Kuch, quvvat, o'zini dangsash deganlardan eg'iz echish texmo mumkin bo'lmay qoladi. Shunlashqa biz uchun eng zarur bo'lgani yanada aniq, ro'shan turmush markazi turg'izib olishdir. Shundala vujudimizda yuksak darajadagi bexatarlik tuyg'usi, kishilik turmush nishoni, aql farosat va kuch-quvvat paydo bo'ladi-da, turmushimiz texmo takomillashga qarab yuzlanadi. Qadrli qarindoshlar, bu kitobninki 166-beti va 167-betida har xil turmush markazining alayidliklari degan mono jadval bor ekan. Hozir men sizlarga ta'til ko'rinyapti bu. iPad bo'lgan bo'lsa yaxshi ko'rinadi. Mushuni kitobni setib olib, ko'rib, shundan maqsadlar bo'ladi. Bu jadvalninki ustida turmush markazi debdi. Ondan keyin bir yerda jo'ringizni markaz qilgan bo'lsangiz, ondan keyin oilangizni markaz qilgan bo'lsangiz, ondan keyin pulni markaz qilgan bo'lsangiz, ondan keyin xizmatni markaz qilgan bo'lsangiz, uning ostiga nom, manfaatni markaz qilgan bo'lsangiz, ondan keyin do'stni markaz qilgan bo'lsangiz, uning ostida dushmanni markaz qilgan bo'lsangiz, eng ostida o'zingizni markaz qilgan bo'lsangiz deb 1 2 3 4 5 6 7 8, ya'ni 8 xil markazni jadvallashtiribdi. Buning ichida yine ma qurlarga bir yerda 1 2 3 4 tane qur bor ekan, 4 tane bilek tik qur. Yani stondan da paralel bayatığı kurgan. Bexatarlik tuyg'usi, turmush nishoni, aql farosat, kuch quvvat degan ma 4 xil narsani, 4 xil narsa bo'yicha bularni tahlil qilib bir jadvalni chiqaribdi. İnşallah agar buni men chiqara olsam, tayyorlab o'sha darsning ostiga bir yerga choplab qo'yishim mumkin. Agar bo'lmasa, siz kitobni setib olib ko'rsangiz bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Nima debdi desangiz, masalan, jo'ringizni markaz qilgan bo'lsangiz, bu 4 xil bexatarlik tuyg'usi qanday bo'ladi ekan? Hissiyot va bexatarlik tuyg'ungiz jo'ringizning sizga bo'lgan pozitsiyasi ustiga quriladi. Jo'ringiz bilan fikringiz bir yerdan chiqmaganda yoki qarshi taraf orzuyingizni qanoatlantira olmaganda ümidsizlanib ketasiz. Ko'nglingiz suviydi yoki arada ixtilof paydo bo'ladi. Umuman, nikoh munosabatingizga foydasiz ishlarni birdek tahdid hisoblaysiz. Undan keyin turmush nishoni o'zingiz va jo'ringizning ehtiyojini chiqish qilgan asosda turmush nishoningizni belgilaysiz. Ishlarni baholashda turmushingizga yoki jo'ringizga foydaliqmi,
emasmi, jo'ram yoqtiramdi, yo'q degandek masalalarni chiqish qilasiz. Andagi aql farosatni ishlatganda atrofdagi ishdagi bo'lgan ko'z qarashingiz, turmushingiz yoki jo'ringizga foydali bo'lish bo'lmaslikni chiqish qiladi. Xotinga yoki ayrimga yarasam bo'ldi. Andagi kuch-quvvatingiz, ish harakatingiz o'zingiz yoki jo'ringizning ojizligi tufaylidan cheklamaga uchraydi. Debdi. Ana oilani markaz qilgan chog'da qanday bo'ladi ekan desa, buningda bexatarlik tuyg'usi, bexatarlik tuyg'ungiz oilangizdagilarning qabul qilishi, oila a'zolaringizning umid orzularining ishga eshishini shart qiladi. Bexatarlik tuyg'ungiz oilangizdagi o'zgarishlarga ergishib, o'zgarib turadi. Oilaviy orzu qimmat qarashingizni belgilaydi. Oilaviy orzu qimmat qarashingizni belgilaydi. Turmush nishonini belgilashdimi? Ailengizni markaz qilgan vaqtingizda harakat va pozitsiya jihatdagi ko'z qarashlaringiz oilangizdan kelib chiqadi. Plan tadbirlaringiz jamoatingizdagilar yoki oilangizdagilarning manfaatini chiqish qiladi. Aql farosatni ishlatgan chog'da oilani markaz qilganda hamma ishda oilani chiqish qilib turib yuzlanasiz. Bu hol nazar doirangizni torlashtirib, diqqat e'tiboringizni oilaga burib etadi. Kuch-quvvat kelgan chog'da oilani markaz qilgan vaqtida ish harakatingiz jamoat andizisi yoki oilaviy an'ananing cheklimisiga uchraydi. Pulni markaz qilgan chog'da bexatarlik tuyg'ungiz, kishilik qadr-qimmatingiz butunlay boyligingiz tarafidan belgilanadi. Iqtisodingizga ziyon silish ehtimolligi bor har qanday ishdan hazar eylaysiz. Turmush nishoningizni pulni markaz qilgan vaqtingizda barliq o'lchamlaringizning asosida foyda manfaat bo'ladi. Aql farosatga kelgan chog'da pulni markaz qilganda foydaga erishishni hayotlikning birdan-bir o'lchimi qilib olasiz. Kuch-quvvatga kelganda pulni markaz qilsangiz, boylik kuch-quvvatingizni cheklimiga uchratadi, ko'z qarashingizni taraytib etadi. Xizmatni markaz qilgan vaqtida bexatarlik tuyg'ungiz kasbdagi rolingizga asosan o'zlik qimmatingizga baho berasiz. Xizmat qilgan vaqtda o'zingizni erkin, ozod his qilasiz. Turmush nishoningiz xizmatni markaz qilgan vaqtingizda xizmat ehtiyoji va xizmatdagi muvaffaqiyat hammani belgilaydi deb o'ylaysiz. Oilani markaz qilganda xizmatni markaz qilganda xizmatga munosabat aql farosat qanday bo'ladi deganda xizmatga munosabatlik rolni elishni xohlaysiz, xizmatni xuddi o'z hayotingizdek cho'ng bilasiz. Xizmatni markaz qilgan vaqtimizdagi kuch-quvvat qanday bo'ladi deganda ish harakatingiz xizmat andizisi, kasbiy sohadagi fursat, tashkiliy cheklama, xo'jayiningizning o'y, xiyoli, qobiliyatingizning cho'ltilik qatorliq omillarning ta'siriga uchraydi. Endi turmush markazimiz nam manfaatni markaz qilgan vaqtda qanday bo'ladi? Bexatarlik tuyg'umiz. Bexatarlik tuyg'ungiz shaxsiy nam atiqingiz, ijtimoiy o'rningiz yoki mol mulkingiz tarafidan belgilanadi. Yaxshi taraflaringizni boshqalar bilan selishtirishga erishman bo'lib qolasiz. Turmush nishoningizni nam manfaatni markaz qilgan chog'da qanday belgilaysiz degan chog'da mol mulkingizning eshib berishini barliq ishlarning o'lchimi qilasiz. Aql farosatchi nam shuhratni, nam manfaatni markaz qilganda iqtisodiy amaliy kuch va ijtimoiy munosabatlarni selishtirish asosida dunyoga yuzlanasiz. Kuch-quvvatingiz qanday bo'ladi? Nam manfaatni markaz qilganda ish harakatingiz, setib olish iqtidoringiz yoki amaliy kuchingizning ta'siriga uchraydi. Turmush shakli, ya'ni turmush markazi
dostni merkez qilgan chaqda qanday bo'ladi? Bexatarlik tuyg'usi. Bexatarlik tuyg'unuz butunlay jamiyat ko'znikidan keladi. Boshqalarning fikriga ziyoda tayin olasiz. Turmush nishoningiz dostni merkez qilganda plan tadbir tuzishda boshqalar qanday o'ylaydi, boshqalar nima deb qolar deganni chiqish qilasiz. Hamisha xijillik his qilasiz. Dostni merkez qilgan turmush merkezida aql farosat jamiyatdagi umumlashgan nuqtai nazarlar asosida dunyoga yuzlanasiz. Aqlingizmi? Yana shu tushab qo'ydigan gap. Kuch-quvvatingiz uchun ish harakatingiz o'zingizning ijtimoiy aloqa doirangiz ichida cheklanadi. Onu büsüp çıkamaysiz bir türlü. Düşmanni merkez kılgan turmuş qandaq buludu? Bunun da bexatarlik tuyg'usi da. Bexatarlik tuyg'unuz turaksız buludu. Hamisha düşmaningizning harakatiga qarab o'zgarib turdi. Düşmaningizning ish harakatiga qarata har vaqt hushyor holatda turasiz. Bir niyat, bir maqsad kishilarning e'tirof qilishiga erishishni o'ylaysiz. Turmush nishoningiz düşmanni markaz qilgan vaqtda osonla düşmaningizning ish harakatining ta'siriga uchraysiz. Mustaqillik eningiz kamchil. Barliq tadbirlaringiz düşmaningizga taqobil turishni chiqish qiladi. Aql farosat düşmanni markaz qilgan turmush shaklida ko'z qarashlaringiz yuzaki. Hukm qilish iqtidoringizda masala bor. O'zingizni qo'g'dashda ahamiyat berasiz, ishlarda tarsalik qilib yurasiz. Kuch-quvvatingiz uchun dushmanni markaz qilgan turmush shaklida kuch-quvvatingiz chektik bo'ladi. G'azablanish, hasad qilish, nafratlanish va ruhiy jihatda o'ch ilish qo'ydilar yurasiz. Endi o'zingizni markaz qilganligida bo'ladi. O'zini markaz qilgan turmush shaklida bexatarlik tuyg'usi, bexatarlik tuyg'ungiz o'zgarishchan, turaqsiz bo'ladi. Turmush nishoningiz o'zingizni markaz qilganda barliq ishlarda o'zingizning orzu, talab, manfaatingizni, hissiyotingizni chiqish qilasiz. Aql farosatingiz o'zingizni markaz qilgan vaqtida faqat tashqi omillarga, ya'ni muhit yoki plan, tadbir deganlarga ahamiyat berasiz. Kuch-quvvatingiz o'zingizni markaz qilganda o'z kuchingizga tayinib ish qilishni o'ylaysiz, boshqalar bilan hamkorlashishga amalsiz. Bu 8 turlik turmush markazininki har xil 4 xil ahvolda, ya'ni bexatarlik tuyg'usi, turmush nishoni, aql farosat, kuch-quvvat jihatiga bir analiz ekan, nihoyatda yaxshi bir nima ekan, jadval ekan, qadrli qarindoshlar. Buni qarab baqsanglar, o'zingni tekshirib baqsanglar bo'ladi. O'zingni tekshirgandan keyin men mandakanma yoki andakanma degandan keyin shuning qarta uning chorasini, tadbirini qilib nishonni, markazni biroz o'zgartiradigan gap, qadrli qarindoshlar. Prinsipni markaz qil. Bu prinsipni markaz qil nihoyatda muhim narsa, qadrli qarindoshlar. Bu shu mayli Yevropa bo'lsin, G'arb bo'lsin, mayli Sharqdagi Yaponiya yoki boshqa Koreya degandek davlatlar bo'lsin, hammasi shu bir prinsipni markaz qilgan asosda mang'achgan, taraqqiy qilib, bizga Alloh subhanahu va taolo prinsipimiz bo'lgan Qur'oni Karimni payg'ambarimiz tugab ketdi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ammo o bizga Allohning prinsipi, Qur'oni, Allohning kitobi bo'lgan, so'zi bo'lgan Qur'oni Karimni qoldirib ketdi. Ammo biz o prinsipning ishida nimbaligini bilmaymiz. Uni ko'kka ko'tarib qo'yaqlab, meni bundoq shunga o'xshash kitoblarni yoki boshqa kitoblarni topgan chog'da nima degan esil gaplarni yozgan kitoblar bu deymiz. Ammo qarasak, bu xil mazmunlar yana
Şu kitaplarımızda mı? Biz onu bilmeyimiz. Şuna bu kitaplarını okugan vaxtıda Kur'an-ı Kerim'de Allah nimi depti? Biz yaratkan Allah olgandikin, bu adamni yaratkan Allah olgandikin, biraz Allah'ınki sözüge dikkat kılmasak, biz başka yerlige, başka neslik esilip kalırız kadirli kırındaşlar. Depti o meni başkalarını merkez kılgan, nimini merkez kılgan bolsak, şununki tesir güçlüydüğün gep kadirli kırındaşlar. Yani prinsipni merkez kıl. Toğru prinsipni turmuş merkezi kılsak, avval tılgı ağan kişilik turmuştaki 4 tayınç amilini mustakemleşke puxta asas salalayımız. Bu bizde tabi revişte bexatarlik duygusu şekillendirdi. Prinsip turaklık buludu. Başka turmuş merkezliliğe okşaş, özgürüp durmaydı. Şuna işinişki buludu. O bizge yüksek bexatarlik duygusu ata kılalaydı. Prinsip aqliylikki təvəl hukumdur. Şu sebepten bizni tolup taşqan işençke ega kılalaydı. Jorimiz yoki yaqin dostumuz bizni tashlab ketib qilishi mumkin. Lekin prinsip onda qilmaydi. Prinsip bizni fursatparastlik, tayyataplıkka ündümaydi. Onun kıymeti muhit, başkalarının iş şerikti yoki cemiyetteki moda iqlim kabi tashqi omillar tarafidan belgilanmaydi. Prinsip azalidir. Onu ot afti, yer tevreş yoki o'g'rilikdek tabiiy ofatlar gumron qilolmaydi. Bugun bu yerda, erta u yerda so'kildimaydi. Prinsip chin, ebedi, ölmez, bütün insaniyetke taalluq bo'lgan haqiqatdir. Bayliqdir. O haqiqiy, mükemmel, kishini qoyil qiladigan qudratga ega bo'lib, turmushimizning barcha qatlamlarga singib ketgan. Ma'lum makan zamanda birovlarning prinsipini payxon qilishdan tashvishlanishning o'rni yo'q. Ma'lum makan yoki zamonlarda birovning prinsipni payxon qilishidan tashvishlanishning hech qanday hojati yo'q. Chunki prinsip zaman makan cheklamasidan halqagan. Necha ming yillik tarix prinsipining bu jihatdagi g'albisiga guvoh. Necha ming yillik tarix prinsipning bu jihatdagi g'albisiga guvoh. En mühimi biz real turmuş tecrübelerimiz asasında bu prinsiplerin haklılığını ispatlap çıkarlayımız. Elbette biz hemmini bildiğin danışmenlerden emesmiz. Şu sebepten prinsipi boğan tonuş düşüncemiz, özümüz ve dünyanın mahiyetiga boğan bilişinin çeklimisiga, cemiyet ekip yügen mezkur prinsiplerinin royuğa zıt ta'lim qarashlarning ta'siriga uchraydi. Lekin bu ta'lim qarashlar nurg'un buyuk nazariyaga o'xshashlar bir mahal davr surisimi, lekin o'rni hamon paygodadir. Chunki ular asosan quruq safsata asosiga qurilgan. İnsandagi ojizlikni tugitib, to'liqlab ketgili bo'ladi. Üst bitilish prinsipi ustida izdinish özümüzge boğan işençimizni aşırdı. Bildiğanlarımız köpeygen siri, doğru düşünce asası da dünyanı texmi etraflık küzdeleyimiz. Prinsip özgermeydi. Vahalenki bizning prinsipki boğan tonuşumuzda özgürüş bulup turdu. Akıl paraset ve hayattaki kişilik gayının menbesi doğru haritidir. Prinsipning turmush merkeziga aylanishi bizni to'g'ri xarita bilan ta'minlab, ishlarning mohiyatini ayon qilib turdi. To'g'ri xarita bizga nishon va nishon yetadigan yo'lni aniq ko'rsatib berdi. To'g'ri xarita bizga nishon va nishonga yetadigan yo'lni aniq
ko'rsatib beradi. Bizni ilmiy materiallar asosida ahamiyatlik, unumlik tadbirni tuzib chiqish imkoniyatiga ega qiladi. Kuch-quvvat, o'zlik ang, bilim, aktiv, ro'y holat asosida barliq keladi. Kuch-quvvat, o'zlik angi, bilim, aktiv ro'y holat asosida barliq keladi. Shu sababdan u boshqalarning pozitsiyasi, harakati va tashqi muhitning cheklimisiga uchramaydi. Adamning kuch-qudratini birdan-bir cheklaydigini prinsipning o'zidagi muqarrar oqibatdir. Xuddi boshda aytganimizdek, biz harakatni tanlay olamiz, lekin harakatning natijasini tanlashga amalsizmiz. Bu xuddi tayoqning bir uchini ko'tarsak, yana bir uchini ko'taralganga o'xshash ish. Her qanday prinsipning muqarrar natijasi bo'ladi. Prinsipga amal qilinsa, yaxshi natija kelib chiqadi. Aksicha, prinsip payxon qilinsa, yomon oqibat yog'adi. Prinsip hamma yerda oqidi. Shundaqla uningdagi cheklama, to'siq hammaga umumyuzlik mavjuddir. To'g'ri prinsipni qanchaki cho'nqur tushungan sari inson bahirlangan va faoliyat qiladigan bo'shliq shuncha kengaydi. Mangu o'zgarmas prinsiplarni turmush markazi qilganda, yuqorqi unumli tafakkur shaklini turg'izg'ili, shundaqla boshqa barliq turmush markazlariga to'g'ri baho belgili bo'ladi. Masalan, bu ikkinchi rasmga qarang debdi. Mana bu resimken, bu jumalaq resim qadrli qarindoshlar. Prinsipni markaz qanchalik bu turaqli bo'ladi debdi. Undan boshqa yana bir jadval bor ekan 169-betda. Bu prinsipni markaz qilgan bo'lsangiz, bexatarlik tuyg'usi qanday bo'ladi ekan? Prinsipni markaz qilgan turmush shaklida bexatarlik tuyg'usi, bexatarlik tuyg'ungiz prinsipga bog'liq bo'ladi, muhitga ergishib o'zgarmaydi. Prinsipning real turmush davomida isbotlanganligini tan olasiz. Prinsip chin, o'zgarmas, mukammal va unumli bo'lib, o'z-o'zingizni o'zgartishdagi foydali quroldir. To'g'ri prinsip sizning pishib yetilishingizga yordam berib, ishonchingizni oshiradi. To'g'ri prinsip sizning pishib yetilishingizga yordam berib, ishonchingizni oshiradi. Ishonch bo'lsa, obyektiv dunyoga bo'lgan tushuncha va tunishingizni o'stiradi. Bu xil bexatarlik tuyg'usi sizni o'zgarmas mavqe bilan ta'minlab, sizga vaziyatdagi o'zgarishni hamda fursatni ching tutib, unum qozonishingiz lozimligini to'nitadi. Prinsipni markaz qilgan turmush shaklida turmush nishoni qanday bo'ladi? Qalbingizda nishon va nishonni amalga oshirishdagi usulni ko'rsatib beradigan kompas bor. Qalbingizda nishon va nishonni amalga oshirishdagi usulni ko'rsatib beradigan kompas bor. To'g'ri materialga asosan texnik ahamiyatlik, oson tadbirlarni tuzib chiqa olasiz. Kayfiyat va muhitning asoratidan qutulasiz. Obyektiv reallikni sovuqqonlik bilan kuzatib, har qanday ishda qisqa va uzoq mezgillik nishon va boshqa omillarni to'liq nazarga oladigan bo'lasiz. Har qanday ahvolda prinsip bo'yicha aniq, aktiv, tashabbuskor holda unumli yo'l ustida izlanasiz. Prinsipni markaz qilgan bo'lsangiz, aql parostingiz qanday bo'ladi ekan? Uzoq mezgillik natija, nishon va har qaysi taraflarga tang e'tibor bergan asosda hukm chiqarasiz. Passiv kishilarga
seliştirilganda ola bilen fikriniz bir yerden çıkmaydı. İdeya ve hareket cihetki özgürçülükке ega bolasiz. Tefekkür şeklinizde ünümlük özgürüş buludu. Avamga baxt yaratib, cemiyetke töhbe qo'shish jahondachilik qarshingizga aylandi. Avamga baxt yaratib, cemiyetke töhbe qo'shish jahondachilik qarshingizga aylandi. Teşebbüskarlık bilen başkalarına töhbe yarata alaysiz. Turmuşdan ügünüsiz, turmuşni ügünüdigan, özünü bağışlaydigan dersxana hesaplaysiz. Prinsipni merkez kılgan bolsanız, kuch kuvvet qandaq buludu? Sizning chekliminiz tabiiy qonuniyat va to'g'ri prinsipga bo'lgan tushunchangizdir. Kuchingizni cheklab qo'ydiganimi prinsip asosida chiqadigan oqibatdir. Sizdagi kuch-quvvat o'zingizning ideyasi, bilimi va aktiv ruhiy holatingizdan keladi. Shunga muhit hamda boshqa kishilarning pozitsiyasi va qilmishining cheklimisiga uchramaysiz. Sizning harakat iqtidoringiz o'zingiz egilagan manbadan halqib ketgan. Bu sizning texmi yuksak o'zaro tayinish bosqichiga yetib berishingizga yordam beradi. Siz tanlashingiz va harakatingiz, sizning tanlashingiz va harakatingiz navbatdagi iqtisodiy ahvol yoki boshqa sharoitlarning ta'siriga uchramaydi. Başkalar bilen hemkarlashish erkinligingiz bor bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Demak, prinsipni merkez qilganda qanday bo'lganligini, suvda aqmaydiganligi, o't ko'ymaydiganligini bildik, qadrli qarindoshlar. Shu prinsipni merkez qilishni ta'kidlaymiz. Bir odamning tafakkur shakli shu odamning pozitsiyasi va harakatini belgilaydi. Bu xuddi linzaning bir odamning dunyoni kuzatishiga ta'sir ko'rsatganiga o'xshaydi. Turmush markazi o'xshash bo'lmagan kishilarning ko'z qarashimi o'xshash bo'lmaydi. Kitobimizning ilova qismida bu vaqtda aniq tushuncha berilgan. Ko'pchilikning bu nuqtani texnik obdanroq tushunish uchun oldi bilan tuvandagi bir amaliy misol orqali o'xshamagan tafakkur shakli turmush markazining bizda qandaq o'xshamagan inkas paydo qilganligini ko'rib o'taylik. Kechda jo'ringiz bilan birlikda muzika kechaligiga berish uchun bilet setib oldingiz deydi. Jo'ringiz bundan qattiq ta'sirlandi hamda balduroq kech kirishganda 4 ko'zi bilan kutyotdi. Lekin kech soat 4 da xo'jayiningiz tuyuqsiz telefon qilib, degan Lekin kech soat 4 da xo'jayiningiz tuyuqsiz telefon qilib, degan soat 9 da muhim bir yig'in echilganligini, shunga ismini qo'shib ishlashingiz kerakligini uqtirdi. Aile yoki jo'risini turmush markazi qilib olgan kishilar albatta oldi bilan jo'risining hissiyotini chiqish qiladi. Jo'risiga azar bermaslik uchun ehtimol xo'jayinning talabini sipoyilik bilan rad qiladi. Xizmatini saqlab qilish maqsadida noiloj bo'lgan taqdirdami ko'ngli bearam bo'ladi. Xotinning o'zini nima deb qilishidan ansiraydi. Biror bahona ko'rsatib, jo'risidagi umidsizlik va norozilikni besiqtirishni xohlaydi. Pulni turmush markazi qilib olgan kishilar bo'lsa, ismini qo'shib ishlash haqqi yoki xo'jayinning ismini qo'shib ishlaganlarning ish haqqini o'stirib berish belgilimisining ta'sirida jo'risiga mardona holda o'zining kashlik ismiga bordiganligini aytdi hamda qarshi tarafda buni to'g'ri tushunish kerak, pul hammadan muhim deb o'ylaydi. Xizmatni turmush markazi qilgan kishilar bo'lsa, buni yaxshi ish deb qaraydi. Chunki ularga nisbatan aytganda bu xizmat tajribasini oshiradigan, bo'libmi o'zini ko'rsatadigan eng yaxshi fursat hisoblanadi. Ular yana buni o'sishning foydali fursati deb qarab, talab qilinmaslikdan qat'iy nazar o'zligidan ismini vaqtini uzatib ishlaydi. Bu ishdan xo'sh bo'ladi. Bunda kichikgina va'dasi turmaganga
hech nima bo'lmaydi deb o'ylaydi. Nam manfaatni turmush markazi qilib olgan kishilar bo'lsa, ismina pul orqali nimalarni sotib olg'ili bo'ladiganligini xomchot qiladi yoki isminaning o'z obraziga qanday foydasi borligini, masalan, xizmat bedeliga qanday nam obro'ylarga sazobar bo'lib ketadiganligi haqida og'zini tatliq qiladi. Keyif sapaliq turmush markazi qilgan kishilar jo'risi ko'ngliga olmagan holatda xizmatni tashlab qo'yib, va'dalashgan joyga berib, huzur halovatni surishni o'ylaydi. Do'stni turmush markazi qilib olgan kishilar, kasbdoshlar yoki boshqa xizmatdoshlar ismida bormi yo'q deganni asos qilib turib, andin ismina qo'shishni qaror qiladi. Düşmanlashishni markaz qilib olgan kishilar ismini qo'shib ishlashni xushallik bilan qabul qiladi. Chunki ular buni raqibga zarba berishdagi eng yaxshi fursat deb biladi. Raqibi lag'aylab yurgan vaqtda jinining barcha ishlab, o raqibining vazifasini biroqli o'rindab, o'zining birdamlik vaqtini qurbon qilish bedeliga shirkatga qo'shgan to'pisining raqibiniga qaraganda ortiq ekanligini isbotlamoqchi bo'ladi. O'zini turmush markazi qilib olgan kishilar faqat qaysisining o'ziga foydasi eng cho'ngligini, muzika anglag'ini yaxshimi yoki xo'jayinning ko'nglini xush qilgani yaxshimi, menga qaysisining foydasi zo'r deganlarni muloyiza qiladi. Prinsipni markaz qilgan kishilar masalaga qarata so'g'oqqan pozitsiya tutadi. Ya'ni ular kayfiyat va boshqa omillarning to'sqinligiga uchramaydi. Uning vaziyatni xizmat ehtiyoji, oila ehtiyoji, shuningdek boshqa munosabatli omillardan chiqish ehtimolliga bo'lgan oqibatni atrofli kuzatib, cho'nqur muloyiza qilgandan keyin qaror chiqardi. Boshqa omillarni turmush markazi qilgan kishilar balkim prinsipni markaz qilgan kishilarning tanlashiga o'xshash va'da qilgan joyga berishi yoki ismini qo'shib ishlashi mumkin. Lekin prinsipni markaz qilgan kishilarning tanlashida tuvandagidek bir qancha xil alohidalik bo'lishi mumkin. Birinchidan, bu bir xil aktiv tanlash bo'ladi. Muhit yoki boshqalarning ta'siriga uchramaydi. Har tarafning muloyizadan keyin eng yaxshi loyihani tanlaydi. Aniqki, bu angliq holdagi oqilona tanlashdir. Ikkinchidan, bu eng unumli tanlash. Chunki o prinsip ustiga qurilgan bo'lg'achqa, yiroq mezgillik natijani ko'zda tutishi mumkin. Uchinchidan, bu prinsipga asosan ilib berilgan tanlash bo'lg'achqa, bu orqali o'z qimmat qarashini yuqori ko'targili bo'ladi. Boshqalardan o'ch olish uchun ismini qo'shib ishlash yoki shirkatning manfaati uchun ismini qo'shib ishlashning natijasi o'xshash bo'lsa-mu, biroq ma'no jihatda xili zo'r farqqa ega. Ishning jarayonini bunday umumyuzlik analiz qilish turmushingizning ma'no sifatini texmo yükseldirdi. To'rtinchidan, mabodo jo'ringiz va xo'jayiningiz bilan bo'lgan munosabatingiz yaxshi bo'lsa, mayli qanday qaror chiqaring, sababini tushuntirishingiz tasga to'xtamaydi. Ayiblanib yurmaysiz. Chunki siz mustaqillikqa erishgan odamsiz. Unumlik hamkorlik allaqachon ilkingizdadir. Boshqalarga qisman vazifani havola qilib qo'yib, qolganini aytsa, tong saharda tugatib etsangiz tamoman bo'ladi. Oxirida o'z tanlashingiz ustida ko'nglingizda ma'lum san bo'ladi. Natijaning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, buningga butun vujudingiz bilan kirisha olasiz, ortiqcha tashvishlardan xoli bo'la olasiz. Prinsipni turmush markazi qilgan kishilarning fikri cho'nqur, ideya va ish harakatimi jonliq bo'ladi. O tavranmas, muqim ichki yadro ularga zo'r
bexatarlik tuyg'usi, hayotlik nishoni, aql-farosat va kuch ato qilib, ularni aktiv, ma'nilik yashash sharofatiga erishtirdi. Qadrli qarindoshlar, qo'limdagi bu kitob Stephen Covey'ninki unumdor kishilarning 7 odati degan odatlarning ichida ikkinchi odat o'z-o'ziga tayinish, to'g'riliq, ya'ni nishonliq ish boshlash degan ikkinchi odatni birlikda o'rganyapmiz. Bundagi mazmunlardan prinsipni markaz qilish to'g'riliq. Endi Buruch kitobnomasi yozish va uni ijro qilish degan mazmunga keldik. Qarab boqay, nechalik vaqt o'tdi. Bir saatini eşipti. Buruch kitobnomasi yozish va uni ijro qilish. Frankl biz kishilik burchimizni yaratquchilar emas, balki bayqug'uchilarmiz deydi. Frankl biz kishilik burchimizni yaratquchilar emas, balki bayqug'uchilarmiz deydi. Bu so'z to'liq joyida aytilgan. Umuman har qanday bir jonda aql bo'ladi ekan, bu shu odamning o'z aloyligi va burchini bayqashga yetarlikdir. Biz bu nishonni amalga oshirishda aktiv, tashabbuskorlik bilan ta'sir chemberining muhimligiga ahamiyat berishning zarurligini qaytadan his qilamiz. Oy fikirlerimizni o'zimizning diqqat chemberiga qaratib bilish hayotning abstrakt ahamiyatini qo'g'lashga berilib ketish, o'z mas'uliyatimizdan voz kechish, taqdirimizni muhit yoki kimlarningdir igdorchiligiga tashlab berganlikka barobar. Frankl to'g'ri aytgan. Har bir odamning o'ziga tushliq mas'uliyati yoki burchi bo'ladi. Birovning onu vakaleten bijirib qo'yishi asla mumkin emas. Hayot birlik etimni kelgan ekan, hayotlik nishonini amalga oshirishmi insonga birlik etimda nasib bo'ladi. Tigi takdirdan olganda, siz hayotning ma'no ahamiyatining nada ekanligini surishtirmaysiz. Balki hayot sizni yashashning ma'nosi haqida so'roqlab turadi. Bu ma'noni olganda inson chuqur o'z hayotiga mas'ul bo'lishi kerak. Kompyuterga taqqosligimizda boshda aytganimizdek, inson o'z hayot programmasining loyihaligichisidir. Bu bab sizning hayot programmangizni, ya'ni o'z buruch kitobnomangizni yozib chiqishni talab qiladi. Albatta, bu biroqla qiyomaga yetkazadigan ish emas. Atrofliq muloyiza, qayta o'zgartish orqasida andin dastlabki loyiha turg'izish mumkin. Buningga balkim bir necha hafta, hatto bir necha oy ketishi mumkin. Loyiha turg'izilgan taqdirdami yana aralab o'zgartish va tuzitish kerak bo'ladi. Uning ustiga vaqtning o'tishiga ergishib, o'y fikrmi o'zgarib boradi. Meyli, qandoq bo'lishinin qat'iy nazar. Buruch kitobi kishilarga asosiy qonun, negizlik qarash, barliq foyda ziyon, erishish va yo'qotishdagi asosiy mizondan darak beradi. Buruch kitobnomasini yozish jarayonining muhimlik darajasi u elib boradigan oqibatdan kelishmaydi. Yoziq qilib bitish uchun o'zingizning haqiqiy g'oyangizni, ya'ni eng oliy hayotlik nishoningizni tahqiqlang. Aqlingiz oydek suzilib, ma'naviyatingizning yukselishiga ergishib, yep-yeni o'zgacha tuyg'uni kutib ola olasiz. Qadrli qarindoshlar, bu meni ishlatishga mahir bo'ling degan mazmunni biz keyingi
74. dersimizde birlikte övünüp bütküzeyli kadirli kırımdaşlar. Bugünkü dersimiz mişerisi bolsun. Allah'ın özgü amanet önümdar kişilerinin 7 adeti degan bu kitapni İstanbul'daki kitapxonalardan taparlaysizlar. Biz bana desanglar ben ibatib bersem buludu. Bunun İngilizcesini bakken astığı yazıp koydak. Olanmasını aşağıdan tınışıp alsam buludu. Bence bek yaxşı kitap kim? Allah kalırsa bunu oquşni davamlaştırırız. Allah'ın özgü amanet bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.